Mana senga Bu Qorboboda qopidan nima olib keldingiz Umidjon? Everest tog'idan katta qopda bismertnik terib keldi. O'lmas gulli. Bu aka jigar muammolarida, surunkali xolestitda, o't yo'llari shamollashida, qavziyatda, quvvatsizlikda, hattoki podagragacha foydasi bor ekan aka. Haqiqatda o'lmas o'tli, gulni olib qo'ysang so'lib qoladi. Yillab tursa ham aynamaydi, qaraqanday. Chakkaga qistirib qo'yib, damlab 2 mahal ichib yuring, xudo xolisa. Bu jigarga o'sha o't qopidan muammosi borlarga eng zo'r narsa mana shu. Bu bismertnik o'lmas o't haqida misol o'qib o'rgansin, do'konimizga kelsin, buni olib ber, klientlaringga solib ber, buni ichsin 1 oy, qachon ichish tartiblarini o'rgat. Maza qilib mana bu toza asallardan solib ber, ichsin, xudo xolisa sog'lom bo'lib, seni duo qilsin. Shu kelganda olmasirkani italyanskilarni olib ichsin, maza qilsin. Buni iching. Davliningizdan muammo bormi? Iching. Yuragingizdan muammo bormi? Iching. Bu eng zo'r olma sirkasi italyaniki. Bioorganik, toza xudo xolisa do'konimizda mana. Qolgan assortimentlar ham bor. Bemalol kelganda 9-10-do'konga Umidjonni toping. Mana bu assortimentlarni maza qilib olib ketib, oilaviy 200 qip-qizil bo'lib maza qilib foydalanib yuring. Xudo xolisa. Yoqqan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga jo'nating, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Podpisatsiya bo'lishga unutmang. Kutib qolamiz. Kutib qolamiz.